Bu parça turg'un nima? Suyuq litiy rudisi. Bu bo'lmasa, nadimo yon telefon fotoapparat toksiklat o'ynagan bo'lsin. Bu katakchilik loysini parlandirib, tindirib, absorpsiyalash orqali litiy xlorat, litiy karbonat, litiy gidroksid qatorliqlarni olg'ili bo'ladi. Buning nimaga foydasi bor? Inchiki pishiqlangandan keyin litiylik batareyani xam material qilinadi. Hozir asosliq litiy karbonat ishlatiladi. Ammo patarda litiylik gidroksid uni o'rnatadigan batareya davri yetib keladi. Biz birlikda sinchiq saloni bilan birga bir necha minut vaqt sarf qilib, bu yuzinishni to'liq tushunib boqaylik. Navbatda litiylik batareyada batareyaning energiya zichligi yanada oshirish uchun musbat qutb materiali muhim halqa. Shundaqla batareyani eng chong tanarxi. Buningda yana ozroq bo'shliq bor. Ilgari temir fosfatlik litiylik batareyadan 3 elementlik litiylik batareya qarab olgan. Ya'ni litiylik batareyaning musbat qutbliq materiali. Temir fosfatlik litiydan 3 elementlik polimerlik nikel, kobalt, mangan kislotasiga almashtirilgan. 3 elementlik material nikel, kobalt, manganning nisbatini ehtiyojga asosan tanshigil bo'ladi. Mo'shundoq almashtirganda energiya zichligi 125 kWh-dan 145 kWh yetgan bo'lib, har kilogrammi yana davomli oshadi. Sonliq ma'lumotlardan qaraganda nikelning miqdori uzluksiz oshsa, energiya zichligi uzluksiz oshadi. Elektron bexatarligini boshqarish iqtidori bargan suri kuchayotgan ahvolda yuqori nikellik 3 elementlik litiy batareyasi muqarrar yuzlanish bo'lib qoladi. Yuqori yuzning energiya zichligi yuqori bo'lsa, tanarxi to'g'rilaydi. Yaxshilik qo'g'i yaxshi, lekin yasash hunar san'ati murakkab, texnika o'lchami bak yuqori. Yuqori texnikalik saptoqliq avtomobil chuqur yo'lnish qarab maqdi. Bu chog'da ta'minlash sudug'ining masalasi bo'ldi. O'zlari elektronlik pozitsiya yasagan chog'da xam material bor bo'ldi. Litiy manbasining oldingi qo'zg'atqich xurishlari tutashtirilgan bir xumdanni yuqori temperaturada ko'ydirib qatirgan. Bu yuqori nikelni to'liq aksga turib beradi. Kuchli materialda 700 dan 800 selsiya gradusgacha bir qadar to'g'an darajada ko'mir ko'ydirishni talab qiladi. Hozir keng ko'lamda ishlatilayotgan litiy karbonatni 900 selsiya gradusda ko'ydirib qatirganda uni ko'ngildagidek xususiyatga ega bo'lg'ili bo'ladi. Shunga erish nuqtasi texmi to'g'an. Ya'ni 471 selsiya graduslik litiy gidroksidni tanlashga to'g'ri keladi. Shunga nihoyat aniqki, uda 3 elementlik litiy uzoq musofani davomlashtirish uchun yuqori nikel ketadi. Yuqori nikel muqarrar holda litiy gidroksid hosil qildi. Bu vaqtda biz elektrik motosikletni bir yerga akilib qurashtirib bo'ldik. Bosh qismidagi alyumin gidroksidni ta'minlash sodagiri, bosh qismidagi yuqori nikellik musbat qutbliq materialni ta'minlash sodagiri, butun yer sharidagi litiylik elektromagnetik qatorliqlar. To'xtanglar. Ularning hammasi o'xshash bir elementni markaz qilganda qilamdi. Shunday. Ya'ni biz eng ko'p tilga oladigan litiy. Undaqda litiy nerdan kelgan? Bu yer dunyo bo'yicha birinchi cho'ng tuzliq ko'l bo'lib, Boliviyaga joylashgan. Bu yer dunyodagi ikkinchi cho'ng quruq tuz ko'li, Alcatamoga joylashgan. Bu yer Puna izligidagi tuz ko'l rayoni, Argentinaga joylashgan. Mana bu Janubiy Amerika litiy uchburchak ko'li. Bu uchburchakning umumiy ko'lami taxminan 26700 kvadrat kilometr bo'lib, 190 tuz ko'li bor. Bu yer keyingi o'rta sharq hisoblanadi. Chunki yer sharining taxminan yarimchilik litiy boyligi bu yerga ushlangan. Buni siz bilan aloqasi yo'q deb qaramsiz. Bugun biz litiy to'g'risida yaxshi paranglashib qo'yaylik. Hozir turmushimizni har xil litiylik batareyalar o'rab turadi. Uni ishlatadigan to'kliq motosiklet hozir hamma yerda bor. Litiylik batareyaning yuqori iqimida litiylik konvoyligi shiddat bilan tortilib, magnatlar yer shariga hujum qilib talashsa, ko'pchilik ko'rib yetalaydi-ki, bu muqarrar holda neftdan mubakrak dunyoga foydali bo'lgan strategik boylik bo'lib qoladi. Butun yer sharidagi litiy boyligi asosida Janubiy Amerika va Avstraliya marjon koniga markazlashgan. Hozirgi texnika yer shari litiy boyligi taraqqiyotining taxminan 71 qismi tuzko'l tuzliq suvdan kelgan. 29% qizilma tuzko'ldan kelgan. Bu mayna tuzliq suvda litiy bo'lib qolmasdan, yana har xil natriy, kaliy, magney, kalsiy qatorliq elementlar bor. Ayrilishning qiyinlik darajasi va tanarxi tarkibida litiy quyuqlik bo'lgan elementlarni ayirishning murakkabligi bilan munosabatlik. Buning ichida litiylik kon xo'jayinlarini eng qiziqtirdigani magney. Ta'minlovchi savdogarlarning magney ionning litiyning ajralishiga bo'lgan ta'siri intayin cho'ng bo'ladi. Litiy genning yaxshi yomonlikqa qaraydigan bo'lsak, magneylik litiy quyuqligiga qaraymiz. Yer shari bo'yicha skanalab ko'rsak, biz tilga olgan Janubiy Amerika uchburchak rayonida litiy ko'p, magney oz. Yaxshi litiy ken hisoblanadi. Bu yer shari bo'yicha qisman tuzko'l ko'rsatkichi qarab boqaylik. Bu yerdagi Atacama tuzko'lning litiy tarkibining yo'qligi hargizmi oz emas. Shunga yer shari litiy yo'nal san'ati ichida Chili o'zila 35% egallaydi. Bu rasm qarang. Litiy kasb zanjirida litiy rudasidan litiy xlorat, litiy gidroksid, litiy karbonatdan iborat asosiy mahsulotlarni ayirib, yana har xil litiy mahsulotlarni inchikib pishiqlab ishlab, ondan elektronlik ishlab chiqarishga kirgizish kerak. Hozir avtomobillardagi litiy batareyasining musbat qutbliq materiallarini tayyorlash jarayonida litiy manbasiga asosliq litiy karbonat va litiy gidroksid ishlatildi. Lekin 3 elementlik yuqori nikel musbat qutbliq materialning asosiy iqimiga aylanishiga ergishib, litiy gidroksidning afzalligi chiqib, tadrijiy holda litiy karbonatning o'rnini oldi. Jungo bozorining sirtida Yabov bilan foyda olg'uvchilar litiy gidroksid bozorini monopol qilib olgan bo'lib, hozir har bir toksiklikqa taxminan 9 kilogramm litiy ketadi. Yer sharidagi litiy boyligining zapas miqdori taxminan 13 million 500 ming tonna. Bu yetamda hozir yilga 85 ming tonna ehtiyojlik bo'lib, 150 yilga yetadi. Lekin hozirgi yuzlanish bo'yicha bo'lganda 2030 yilga borganda elektrik motosikletning sotilish miqdori faqat avtomobil umumiy sotilish miqdorining 3dan 1 qismini egallaydi. Bu chog'da siz faqat 10 yillar ishlatasiz. Albatta, litiylik batareyaning energiya zichligi uzluksiz yuqori ko'tarilib, foydalanish nisbati azaytish bo'ladi. Siz cho'qim litiy batareya texnikasi jihatda bo'sh hosil qilsak, litiy batareyani ishlatmaymiz deyishingiz mumkin. Navbatda ko'rgil bo'lgan ehtimolligi eng chong elektronlik ostinqi bekat qattiq holatdagi batareyani yetib kelishi, elektrik motosikletning udan 1000 kilometr minishi yiqilg'uliq avtomobildan xilla eshib ketgan. Kechiring. Bu chog'da o'xshashlar litiy kerak. Elektrik motosikletni yiqilg'uliq
avtomobilni o'rniga dasishda faqat texnik ko'p litiga ehtiyojliq bo'ladi. U elementlarning hammasi yer sharida u nega qochadi? To'g'ri, yig'ilg'il bo'ladi. Zo'r miqdorda tog'a hosil qilgan tashlandiq elektrik avtomobildan litiy batareyasi yig'ilg'il bo'ladi. Ondan yana litiy yig'ilg'il bo'ladi. Yana roda talashishdan boshqa yana bir texnik liniyasi bor. Biroq hozir yig'ilish korxonalari litiyni yig'ilishni yoqtirmaydigan bo'lib, ko'zi kobalt, nikel, misdan iborat 3ga tiklangan. Litiylik batareyaning tannarxi bek yuqori. Hozir litiyni texnik tushunib oldik shundoqmi? Bu san mazmun musharda yaqlashdi. Agar mazmun zarat yaragan bo'lsa, yulduz belgisini besib qo'ying. Qo'llash shunchalik oddiy. Dunyodagi ajoyib g'aroyibotlar. Siz tug'ilishdan burungi dunyo tarixi. Siz bilmoqchi bo'lgan sirlarning jamgohi. Sinchoq saloni. Hurmatli ko'rurman. Agar dunyodagi ajoyib g'aroyib echilmagan sirlarni bilmoqchi bo'lsangiz, undaqda siz Sinchoq salonini qo'shib oling va do'stlaringizga tarqatib qo'ying. Salon izlash nomi Sinchoq.